Hammaga salom hurmatli obunachilar. Kelinglar bugun sizlar bilan 18-iyul 2026-yil majburiy matematikada tushgan savollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi savolda hisoblang deb aytilgan. Demak, buni hisoblaymiz. Bu aralash kasr. Buni aralashdan noto'g'riga o'tishimiz uchun butun qismini mahrajga ko'paytirib, suratini qo'shamiz va buni suratga yozamiz. Ya'ni bu 10 taqsim 3 bo'ladi. Va bunga 0,1 bu 1 taqsim 10 degani ko'paytiramiz va bizada 1 taqsim 3 degan javob qoladi. 1 taqsim 3 bizada A javobda berilgan. Ikkinchisi tenglamani yeching degan. 1 taqsim 5x minus 0,2 barobar 0 bo'lsa, x minus 1 ni qiymatini toping. Mana shu yerda ozgina xato ketib qolibdi. Javobini belgilashda va to'g'ri javob berilmay qolibdi. Lekin bizada bu xatoni topgan o'quvchilar bo'ldi. Sizlarga katta rahmat. Bizani to'g'ri xatoni topib berganingiz uchun va to'g'ri tushuntirganingiz uchun. Endi bu yoqda 1 taqsim 5x barobar 0,2 yozadigan bo'lsak, bu 0,2 nima degani? Bu 2 taqsim 10 yoki 1 taqsim 5 degani o'zi. Demak, bu 1 taqsim 5x barobar 1 taqsim 5 ga bo'ladi va x bu yoqda nimaga teng bo'lib qoladi? Ikkalasini 1-1 ga bo'lsak, 1 ga teng bo'lib qoladi. Va 1 bizada bu yoqda berilmagan. 1 taqsim 3 ketib qolgan. Bu o'zi 1 degan javob bo'lishi kerak edi. Demak, sizlarning javobinglar bu 1 bo'lishi kerak. To'xtanglar, biz x minus 1 ni topishimiz kerak ekan. X minus 1 degani bu 1 minus 1 yoki 0 bo'lishi kerak javob. Bizda 0 javob berilmay qolgan. 0 javob berilmay qolgan. Shuning uchun обязательно sizlardan uzr so'raymiz buning uchun. Javobinglar 0 bo'lishi kerak. Hali. Keyingisi, uchinchisi 1 taqsim 10x minus 0,1 taqsim 2x minus 12 barobar 0 ga. Buni hisoblash kerak. Buni hisoblashga nima qilamiz? Umumiy mahraj berib o'tirmaymiz. Keyin buni qilamiz. 1 taqsim 10x barobar 0,1 taqsim 2x minus 2 qilamiz. I proporsiya. Proporsiyani bilamiz o'zi. Buni bunga ko'paytiramiz, buni bu yoqqa. Shunda bizada 2x minus 12 barobar bo'ladi 10 ko'paygan 0,1 bu 1. 2x barobar 13 ga bo'ladi va uzr. Tak, x qolib ketibdi bizada. Tak, x qolib ketdi yana. Bu ham xato hisoblanadi. 2x minus 12 yozmadik-ku. Proporsiyani tuzib olaylik birinchi. Proporsiyani tuzmadik-ku, sirasi tuzib ketdim, uzr. 1 taqsim 10x pastda ekan. Biz o'rtada, tepada yozyapmiz birinchisida. Barobar 0,1 taqsim 2x minus 12. Mana endi to'g'ri bo'ldi. Endi buni ko'paytirsak 10x ko'paygan 0,1 barobar sirasi yozmaymiz, 2x minus 12 bo'ladi. Buni ko'paytirsak x barobar 2x minus 12 yoki minus x barobar minus 12 va x barobar 12 bo'ladi. Bu yerda ham javob xato ekanmi deb o'ylabman, lekin javob to'g'ri. Keyingisi, to'g'ri tengsizliklar sonini toping. To'g'ri tengsizliklar sonini toping. Qaysi biri to'g'ri bu yerda? Nechta bor bizada? Variantga ketib qolibdi bu. Normal. Nechta bor? Bu to'g'rimi? Bitta bor. Bu xato. Bu xato, bu to'g'ri. Demak, bizada ikkita bor. Javoblarda sizlarda beriladi. A javob bitta, B javob 3 ta, misol uchun C javob 4 ta, D javob misol uchun 2 ta deydi. Sizlar mana shu D javobni belgilab ketasizlar. Keyingisi, yuzasi 16 cm kvadrat bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchakning uchburchak berilgan. Uchburchak berilgan to'g'ri burchakli. Mana burchak to'g'ri. Mana bu A katet, bu B katet, bu C katet. Buni oldingi 15-mavzularda, chislolarda tushgan testlardan ko'rib olsanglar bo'ladi. S barobar A ko'paygan B taqsim 2. Mana shu to'g'ri burchakli uchburchakning yuzasini topish formulasi. Shuni bizga aytadi, что bu 16. Bir kateti ikkinchisidan 2 marta katta bo'lsa, 2 marta katta bilan 2 ga kattani farqi bor. 2 marta katta degani bu mana bu A x bo'lsa, A katet. Mana bu 2 marta katta bo'lsa, 2x bo'lib qoladi. Demak, buni katetlarni ko'paytmasi bo'ladigan bo'lsa, 16 bizada barobar 2x ko'paygan x taqsim 2 bo'ladi. Endi bu yoqda o'tadigan bo'lsa 2 lar ketadi. 16 barobar x kvadrat, demak x barobar 4 bo'ladi. X 4 bo'lsa, bizga nima degan? Katta katetning uzunligini toping. 2 ko'paygan 4 yoki 8 bo'ladi. Katta kateti demak 8 ga teng. 8 rostdan ham to'g'ri javob ekan. 6-chisi 6 soni 8 ning necha foizini tashkil qiladi? 6 soni 8 necha foizini tashkil qiladi? 8 bu 100% bo'ladigan bo'lsa, 6 bu x foizi bo'ladi. X barobar 600 taqsim 8 bo'lib qoladi. Endi buni hisoblash kerak. 600 ni 8 ga bo'lsa 75 chiqadi. Buni bo'lib ko'rasizlar yoki mayli keldi o'zimiz bo'lamiz, erinmasdan 7 tadan olamiz 56
40 qoladi. 5 rostdan ham mana -40 0 ekan. 75 rostdan ham to'g'ri javob. 7-si to'g'ri burchakli uchburchakning bir kateti ikkinchi katetidan 2 marta uzun. Agar uning yuzi 9 bo'lsa, bu boyaga o'xshaydi, to'g'rimi? S barobar a ko'paygan b taqsim 2. Buni o'zi biz bilamiz. Demak, bizda 9 barobar a ko'paygan b taqsim 2 ekan. Yoki 18 barobar a ko'paygan b. Hozir a bilan b ni topsak bo'ldi, shu yerdan topib olamiz nima so'rayotganini. Bir kateti ikkinchi katetidan 2 marta uzun. 2 marta uzun va 2 ga uzun. Bu boyagi savol bilan mana qaranglar. Yuzasi 16 cm bo'lgan to'g'ri burchak uchburchak berilgan. Bir katta ikkinchisidan 2 marta uzun. 2 marta uzun boyagi xuddi o'sha savolga qaytarib to'g'rimi? 2 ga uzun va 2 marta uzun. Demak, bitta mana bu uchburchak oladigan bo'lsak, bu uchburchak nima bo'ladi? X 2x, to'g'rimi? Xuddi o'sha narsa. 18 barobar 2 x kvadrat, to'g'rimi? Bu yoqqa ketadigan bo'lsa, x kvadrat barobar 9 ga, x barobar 3 ga bo'ladi. Bitta katet 3 bo'lsa, ikkinchisi 2 kere 3 bo'ladi. 6. Katta kateti demak 6 rostdan. Keyingisi uchburchakli prizma va to'rtburchakli piramida uchlari soni o'rtasidagi farqni qancha? Uchburchakli prizma nima degan? Uchburchakli prizma bu mana bunaqa uchburchak, mana bunaqa uchburchak, bularni tutashtiradigan chiziq bor. Mana bu chiziqlar bularni tutashtiradi. Uchlari soni. Uchi nechta bu yoqda? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, to'g'rimi? Buni uchi 6 ta. Endi ikkinchisi bu to'rtburchakli piramida. To'rtburchakli piramida nima degan? Tak, xato chizib qo'ydik, pastga chizamiz. To'rtburchakli piramida. Mana to'rtburchak, mana bitta nuqta. 1, 2, 3, 4. To'rtburchakli piramidani har doim 4 uchi, 5 uchi bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5. Biza 6 uchdan 5 uchni ayiradigan bo'lsa, bizda bitta uch qoladi va bu bizda to'g'ri javob. Keyingisi savatda 9-savol. Savatda 14 ta meva bor. Olma nokdan 3 ta ko'p. Nok o'rikdan bitta ko'p. Noklar soni nechta? Savatda 14 ta meva bor. Olma nokdan 3 ta ko'p. Keling, buni qolamiz. Nokni x deb olamiz. Olmani x plus 3 deb olamiz. Chunki u nokdan 3 ta ko'p, to'g'rimi? O'rikni x minus 1 deb olamiz. Chunki u nokdan bitta kam. Barobar hammasi 14 ga. Mana tenglama tuzamiz. 3x plus 2 barobar 14 ga, 3x barobar 12 ga, x barobar 4 ga bo'ladi. Nok demak bizda nechta ekan? 4 ta ekan. 4 ta bizda to'g'ri javob ekan. Agar tenglama shu narsa bo'lgan bo'lsa, bitta boshqatdan ko'rib olsanglar, oson usulda ishladik, bu qiyin bo'lmadi. 10-savol. 8 litrlik 375 ta idishdan hovuzga suv quyildi. Hovuzda necha metr kub suv quyildi? 8 litrli idish bor, to'g'rimi? Undan 375 tasidan quyilibdi. 375 ni 8 ga ko'paytiramiz. Nechi bo'ladi bu? Bu bizda bo'ladi. Keldi ko'paytiraylik hozir. Hech bo'lganda o'zi. 0,4 56 0 6 30 24 30 3000, to'g'rimi? 3000 litr suv quyilibdi-da, xullas. 3000 litr suv degani bu 3000 detsimetr kub degani. Endi buni nima qilamiz? 1 detsimetr kub topamiz. 1 detsimetr bu 10 metr. Matematika yangilik bo'lyapti. 1 metr bu 10 detsimetr. Endi buni kubga oshiramiz. Shunda 1 metr kub bu 1000 detsimetr kub bo'ladi. 1000 detsimetr kub bo'ladi degani bu 3 metr kub, bu 3000 detsimetr kub bo'ladi degani. Bizda 3000 detsimetr kub bormi? Bor. Demak 3 metr bo'ladimi? 3 metr kub bo'ladi. To'g'ri. A javobda qolamiz. 11-si x ni toping. X ni topish uchun nima qilamiz? Mana bu parallel to'g'ri chiziqlar. Bu A, bu B parallel to'g'ri chiziqlar. Endi bizda mana bu uchburchakni tutsak bo'ladi-da. Mana bu 20 gradus bo'lsa, mana bu qo'shni burchak bo'lgani uchun bu 50 bo'ladi. Bu 50 bo'lsa, mana bu burchak necha bo'ladi? Bu burchak bizda 20 ga 50 70 bu 110 bo'ladi, to'g'rimi? Acha bu 110 bo'lishi kerak emas. 20 mayli, 110 bo'lsin. Ozgina xato tuzilgan menimcha. Endi bu 110 bo'lgandan keyin 180 20. Hop, mana x topishimiz kerak. Bu x topishni nima qilamiz? Biz bilamiz, to'g'ri bu 1. Bu burchak 70 bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7 8-burchak. Ikkinchi burchak 70 bo'lsa,
8 burchak ham 70 bo'lishi kerak. Lekin bizda javobni 50 degan, demak qayerdadir xato qildik. Bitta boshdan ishlaylik, agar o'xshamasa, demak misol xato berilgan bo'ladi. Bu yoqda to'g'ri. Mana bu x topishimiz kerak, to'g'rimi? Bu 130 bo'lsa, bu 20 bo'lsa, mana bu 50 bo'ladi-da. Bu 50 bo'lsa, burchak yopyapti. Mana bu 110 bo'ladi. Bu yoqda ozgina xato berilgan, chizmasi. Shuning uchun buni to'xtatib turamiz. 50 javobi chiqmay qoladi hozir. Chunki bu 130, bu 50, bu katta 110 bo'lmasligi kerak-da. Bu o'tkir burchak. O'tkir burchak hech qachon 90 dan katta bo'lmaydi. Shuning uchun bu misol ozgina xato ketib qoldi. Bu yoqda to'g'ri misolni hozir topa olmadik. Mayli, baribir ham biz 10 ta ishladik. Bu sizlarga eng muhimi 10 talik misol ishladinglar. Endi bu majburiy matematika 18-iyulda 2026-yil tushgan misollar edi. Agar qayerdadir savolinglar bo'lgan bo'lsa, bemalol bizga Telegram orqali murojaat qilsanglar bo'ladi. Xatolarimizni shu misolda topdinglar. Sizlarga rahmat buning uchun. Va aktivni ishtirok etishda davom etinglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Hammaga rahmat, imtihoningizda omad tilaymiz.